Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan sotuvchi operatorlar yo'l qo'yadigan asosiy 25 ta xatolikni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi xatoligimiz suhbat jarayonida rolni berib qo'yish. Nima sababdan yuzaga keladi? Suhbat boshida operatorlarimiz o'ziga aniq reja qo'yib olmaydi. Bundan tashqari, mijozlarning savollariga faqat javob qaytaruvchi rolda qolib ketadi. Yetarlicha savollar berish texnikasi yo'q va mijoz doim haq degan tushunchani noto'g'ri tushungan bo'ladi. Birinchi xatoligimiz oqibatlari. Birinchi o'rinda suhbat boshqaruvsiz qoladi va juda ham cho'zilib ketadi. Mijoz o'zini juda ham ustun his qiladi va chegirma olishga harakat qiladi. Bundan tashqari operatorlar suhbat jarayonida mahsulotga qiymat berishga ulgurmaydi. Katta ehtimol bilan bitim yopilmaydi yoki katta chegirma bilan yopilishi mumkin. Birinchi xatolikni qilmaslik uchun yechimlar: suhbatni maqsadli va qat'iy boshlash. Masalan, assalomu alaykum, bugungi suhbatimiz 3 daqiqa davom etadi. Avvalo sizning talablaringizni aniqlaymiz, sizga yechimlar ko'rsataman va narxlarni keyinchalik birgalikda kelishib olamiz. Ikkinchi yechimimiz bu savollar texnikasidan foydalanish. Masalan, siz uchun eng asosiysi nima? Sifatmi yoki tezkorlikmi yoki ochiq savollar? Oxirgi zakazlaringizda qanaqa muammolarga duch keldingiz? Uchinchi yechimimiz bu muloqot uchburchagi. Bunda 30% mijoz gapiradi, 70% savollar berib sotuvchilar o'zini yo'nalishiga yo'naltirib turadi. Bu mijozni faol tutadi, lekin boshqaruv sotuvchilar qo'lda bo'ladi. Oxirgi yechimimiz bu mini yakunlar. Suhbatda har 5-7 daqiqada mini yakunlar yasashimiz kerak. Masalan, demak siz uchun eng katta muammo bu kechikishlar, to'g'rimi? Xo'p, endi men sizga muammoning yechimini tushuntiraman deb mini yakunlar yasashimiz kerak. Birinchi xatolikdan kelib chiqadigan xulosa shuki, suhbatda rolni berib qo'yish bu oddiy xatolik emas, balki savdo jarayonini to'liq izdan chiqaradigan odat. Birinchi xatoligimiz shundan iborat edi, endi esa ikkinchi xatolikka o'tamiz.